Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar. Kuni kecha bir ayol o'z erini oyliklarini, hamma pullarini shafqatsizlarcha olib qo'yayotgan paytda mutasaddilar tomonidan qo'lga olindi. Hozir shu haqda. Bizdagi ma'lumotlarga qaraganda ayol har oy o'z erini oyliklarini olib qo'ygan. G'aladon reyd xodimlari ushbu voqea joyiga bostirib keldi. Holat aslida qanday bo'lgan jabrlanuvchidan eshitamiz. Aka gapirmay qori yig'lab yuboraman. Aka xullas kalom meni qo'rqitdi. Choyxonaga chiqmaysan, PlayStation olmaysan, kiyimlarni yuvib ovqat qilmayman dedi. Keyin mendan $100 olardi. Keyin $200, bora-bora $1000 oldi. Ular bitta o'zmas edi. Qaynatam bilan qaynanam ham sherik edi ularga. Senga bergan yangi jentirani olib qo'yaman, piyoda qolib ketasan dedi. Berasizlar. Bechora kuyov. Guvoh bo'lganingizdek ushbu jinoyatdan nafaqat kelin, balki kelinning ota-onasining ham qo'li bor edi. Voqea qanday davom etadi, birgalikda ko'ramiz. Ro'molni yashtiribdimi? Qanaqa ro'mol? Nima bu ish qildingiz? Ana Turkiyadan tovar olib keladigan Nodir opa majbur qildi. Men ol dedi, olyapman. Bo'ldimi? Boshqa she'rlarni yo'qmi? O'rtalarim ham majbur qilishdi meni. Sen ham odamsan, eringni pulini ishlab tillol ko'ylak oldi o'dida. Meni gish-gishlashmay o'l. Ishqilib menga ishtama qilmaysizlar. Xotinimga nima qiladi endi? Erlarni himoya qilish kodeksiga binoan xotiningiz 6 oy ozodlikdan mahrum etiladi. Faqat uyda o'tiradi. Siz esa bemalol choyxonalarda yurishingiz mumkin. Ana, haqiqat bor. Yuqoridagi voqeaga o'zingiz guvoh bo'ldingiz. Hurmatli erkaklar, ayolingizni va qaynoqaynatangizni qarmog'iga ilinib qolmang. O'zingizni va pullaringizni ehtiyot qiling.